Davlat test markazi yonidan Buxoro shahridan 4 xonalik tayyor kvartirani sotuvga chiqyapti. 110 metr kvadrat yevro remont qilingan uyimiz. Narxini 69900 dollarga baholayaptilar. Kelishtirib arzon qilib beriladi. Kirgandan koridor qismi dekorativ o'yinlarga chiqib qo'ygan ekanlar. Remontlar atachenta remontlar, eshiklari podzakaz high-tech MDF eshiklardan. Bu yoqda o'zini balkonchasi bilan birga bo'lgan spalnya qismi, bu tomon uyimizni zal qismi, televizorlari, pachka kvartiramiz hali remontdan keyin hech kim yashamagan, mebellashtirilgan holatda chiroyli pardaga chiqib qo'ygan ekanlar. Proyekti 3 tomonlama deb aytsak bo'ladi. Dekorativniy soatlarga chiqib qo'ygan ekanlar uy egalari. Ikkinchi spalnyamiz to'liq mebellashtirilgan holatda, chiroyli remont qilingan. Mana shu kvartira hammamizga nasib qilsin deb qolaman. Bu keyingi spalnyasi juda ham akkuratniy remontlari, har bitta detalga ishlov berib qo'yilgan ekan. Bu tomonda sanuzl razdelli holatda litiy unitaz. Mana bu yoqda esa arisonlargacha o'rnatib qo'yilgan. To'liq kafillar bilan ta'mirlangan. Staks simistitlar, akril vanasi, LED abagrev oynasigacha qo'yilgan ekan. Bu tomonda oshxona qismi gazlashtirilgan holatda domimiz. Stiralka, muzlatgichlari plus balkonchasi. Tayyor bo'lgan kvartiramiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, pastdan nomerlarni qoldirib o'tamiz. Narxini 69900 dollarga baholayaptilar. Ozroq summada kelishtirib arzon qilib beriladi. 7-qavat 4 xonalik kvartiramiz.